Xush qiz do'st. Ma qiz bir imtihonga qatnashmoqchi. A qiz endi imtihonga qatnashmadi. Ikkisi qancha yaxshi do'st bo'lsa-mu, ma qizda hasad bo'ladi. Tushundingmi? Ya onu mana Salon izlashnomi Muallim 07. Bo'ladi. Ma hissiyat bulash bu xatolik emas, tushundingmi? Bo'ladi, hasad qiladi. Hatto o'ylaydi. İmtihanda o'tolmasligini o'ylaydi. O'ylaydi, mayli, o'ylasin mayli, normal. Nurg'un shu yaqin do'sti shu menda hissiyat kelganda, "Uyemi hasad qilib o'taman yaqin do'stimga, bo'lmabdi bu. Hasad qilmasdim kerak" degan sirasi qo'zg'alib, imtihonda o'tolmasdi. Shu kun bir ash bo'lib qolsaydi, ya tavrib kesaydi. O bo'ladi ma bu tushunolma, bastimi kuchiydi. Bu qilchodi buni ifodalamay. İfadelemedimi? Erkek aynıp ketadi. Erkek aynıp ketib, yenik bo'lganda qo'qab ketib bu hasiyat. Ma qizdan kirish chiqaradi. Aksi bilan kirish qilajmi? Nim deydi bo'lsa, yaxshi tayyorlik qilajmi? Chuqur yaxshi tayyorlik qilsang, gambirini tayyorlik qilsang, mana qilsa, u kuni yatarib qolmasa-da. Salon izlashnomi Muallim 07. Yenik bo'lganda aksini ifodalaydi odam. Masalan, men odam o'z ifodalamagan narsani boshqa do'ngga bunday aksini ifodalaydi. Masalan, men qo'sqim og'rib ketgan bo'lsa, men baloq deyman. U buni ko'ramsa, deb Xudoy men deb u buni ko'ramsa deb qolaman. U degan men boraman degan gap. Buni bilaman. U buni ko'ramsa. Vaqt yenik bo'lganda ani kirishib oladi odam shu qil qo'qab ketdi. Egri bo'lganda cho'sa, men hasad erkakka aylanapman-da. Ma qizlar hamda plan, suiqasd planlab. Shu odamsa Yakumuz gap so'zda xunukleştirdi, Yakumuz shu gün bir amal qilib ya cheg'i bir ish surish to'g'ri televizor ish qilib bir amal. Erkakka aylandimi axloq, tushundingmi? Hissiyat ishni bo'lmaymi? Bo'lsa, deyitish kerak, adash. Hasad qilyapman dedingizmi? Erkak qo'yib turdi, buxri deysiz. 小红书